Birinchi kelganimda o'rtoqlarim meni kamsitardi. Ular boshqa narsa haqida gapirishsa ham meni haqimda gapirayotgani tuyulardi, shunaqa tuyulardi. Tengdoshlarim o'zim 7-sinf bo'lsa ham boshqa sinfdoshlarimda ancha bo'yim past edi. Mahalladoshlar, sinfdoshlarim ko'chada kim ko'rsa shunaqa deb gapirishardi. O'sha narsalar yoqmasdi, bo'yimni kamsitardi. Markazimizga tashrif buyurgan vaqtda juda ham qiz tushkun holatda, ruhiy tushkunlikda edi. Hech kim bilan gaplashgisi kelmasdi. Sababi atrofda uni yoshiga nisbatan bo'yi pastroq bo'lib, gruppasi borligi sababli u juda ham atrofda tengdoshlari, sinfdoshlari masxara qilishgan. U o'z ichiga yutib, o'z sirlarini ruhiy tushkunlikka tushib, e'tiborsiz, hech kim menga qaramadi, e'tibor qilmadi, tengdoshlarim o'zi qatori ko'rmadi deb juda ham ruhiy tushkunlikda oldimga tashrif buyurgan edi. Qizim bilan alohida individual psixologik suhbatlar, seanslar olib bordim. Art terapiyalar, musiqa terapiyalaridan foydalandim. Avtobus, dars terapiyalaridan treninglar o'tdim. U bilan alohida individual ishlar olib bordim, seanslar olib borgandan keyin hayotda o'ziga qiziqish, o'z oldiga qo'ygan maqsadlari, intilishlari, orzularini dadil qo'yib, hayot go'zalligi, hayot uchun kurash kerakligini, hayotga dugonalar ko'zi bilan emas, atrofdagilar emas, o'zini dunyoqarashi, o'zini fikri, o'zini hayotida o'zi xohlaganday yashashni men unga tushuntirdim, o'rgatdim, seanslar olib bordim. Natijasi juda ham yaxshi bo'ldi. Yana bu qizimizni oilada er-xotin o'rtasida, ya'ni ota-onasidan ham mehr olmagan. Chunki ota-ona o'rtasida ham uyda tazyiq, zo'ravonlik, kelishmovchiliklar bo'lib turgan. Mashg'ulotlar olib borgandan so'ng hech kim bo'yimni gapirmas qo'ydi. O'rtoqlarim ham gapirmayapti. Rassomchilikka qiziqishim ortdi. Keyin musiqaga. O'sha jarayonda men uni ota-onasi bilan ham alohida individual ishlar olib bordim. Natija juda ham yaxshi bo'ldi. Psixologik jarayonda ona ham stressda, depressiyada, tushkun holatda bo'lgan. O'shani yechimlarini topdik. O'shanda oiladagi muammo yechimi yechilgandan so'ng onani o'zida o'zgarish bo'ldi, otada o'zgarish bo'ldi. Oila muqaddasligini bilib, farzandiga e'tibor ko'proq qaratib, farzand uchun hamma shart-sharoitlar qilib, mehr, muhabbat, e'tibor berish kerakligini tushunib yetdi.